Kechirasan, bugun sendan uzr so'rolmadim. Yo'q, Marinat. Bu sening aybing emas. Bu faqatgina meni aybim. Men Morini o'g'irlamasdan ham odam haqida bilolmas edim. Lekin baribir uni o'g'irladim. Sen hammasidan yaxshiroq bo'lishni istading. Ha. Men faqat otam maktabi haqidagi haqiqatlarni bilmoqchi edim. U hech qachon yomon bo'lmagan. Men faqat u haqidagi haqiqatni bilmoqchi edim. Shu xolos. Ishni bilasan. Mom! Mashi, sen bilan gaplashib olish vaqti keldi. Kiki, olg'a. Antiqa imkoniyat. Ajoyib. Tinchlanib ol, Mashi. Men seni hali ham yaxshi ekanligingni bilaman. Sen shunchaki adashding. Men ham yolg'iz qolganimda adashgandim. Men do'konga borib keldim. Juda katta qizil vaza. Umid qilamanki, buni nima qilishni bilasan. Bu xitoycha vaza emas. Bu muammomizni yechimi. Ko'p tokchani sindirishimiz kerak. Agar tushungan bo'lsang edi. Seni tushundim. Yanglishing. Menga tegishli narsani qaytarishga qaror qildingmi deyman. Ha, lekin undan oldin sen ozgina suv ichib ol. Mana. Endi yolg'izlik qilolmaysan. Yolg'izlikni qo'sh vaqti yetdi. Tutdim. Oq yo'l mulk kapalak. Nima bo'ldi? Seni asar kuchini boshqarishni o'rgandingmi? Ha, lekin ko'p harakat qildim. Uddaladik. Buning barchasini men qildimmi? Qanday yolg'izlik bo'lmasa? Xavotir olmang, biz hammasini o'z holiga qaytaramiz. Mo'jizakor xon qizi. Mushukjon. Sen o'zgalar haqida o'ylashni boshlading. Qisosni unutib, insoniylik fazilatini yo'qotding. Tumor sening qo'lingda xavfsiz, Ren. Ha mayli, keling kelishib olamiz. Qancha xohlaysan? To'xta, tezkina gaplashib olaylik. Sen meni otamni, maktabimni yondirib yubording va sen otamni qotilisan. Xo'sh, endi aytchi, men uni qasdini olmasligim uchun meni nima to'xtata oladi? Sen meni muntazam ravishda aldab kelding va nima uchun? Pul uchun. Sen pulni odamlar taqdiridan ham ustun ko'rasan. Va bugun men senga tegmayman. Barakalla, ajoyib ish qilding. Sen ajoyibsan. Ayni vaqtida sening olishingni bilardim. Mashi? Mening bilishim ko'ra deb o'ylaganmiding? Bular hali boshlanishi.
Xon qizi, abjir mushuk, yordam uchun katta rahmat. Endi faqat magnetni topish kerak xolos. Ha, albatta. Marinetni topish qoldi xolos. Xavotir olmanglar, men uni amakisini oldiga olib boraman. Ing! Shanxay bo'ylab parvozga nima deysan?